Assalomu alaykum. Azizlar, salomatmisizlar? Asalari bilan chaqtirib davolash markazimizdagi giyohlar mana taklab qo'ygan joylarimiz. Mana bu yerlarda nima bor? Bu yerda suyak yemirilishini giyohlari, oshqozon ichak yaralarniki, achchiq bodom yog'i, nafas yo'llariga, kanopcha to'tiyo bor mana, ko'z kataraktalariga. Bu yoqda ayollarimizni ichki shamollashlariga, sistit bo'ladimi, xronический kasalliklari bo'ladimi, ana shularga ichki shamollashga tampon. Bularimiz prostata dorilari. Mana bunimiz bo'lsa, o'sha propolis asalarining propolisdan tayyorlangan spirtning nastoykasi. Mana yuqoridagisi bu torpeda giyohimiz. Mana o'sha ko'knorini nimalari, yog'lari. G'oz yog'i, atirgul yog'i, mana shu atirgul yog'i ham, mana shu zaytun yog'i ya bo'lmasa achchiq bodom yog'i bilan birgalikda deylikki kichkina qoshda bir qoshiq achchiq bodom yog'iga mana shu atirgul yog'idan 3-4 tomchi tomgizib iste'mol qilinsa, nafas yo'llariga o'ta ham kuchli. Ayniqsa yosh bolalarga ukol dori tegizmasa mana shundan foydalaninglar. Bu yoqda mana ot yog'larimiz, yong'oq yog'i. Bu yong'oq yog'ini biz asosiy ko'proq yuz falajlarga, uchoq nerv shamollashlarga kechqurun sedana yog'ini, kunduzi yong'oq yog'ini surtishlikda yuzlarga tavsiya qilamiz. Oshqovoq yog'lari, rassarovsha yog'lari bor. Mana jigar kasalliklariga, o't qopqon kasalliklariga 1 litr zaytun yog'ini ustiga 100 gram rassarovsha yog'i, 100 gram achchiq bodom yog'i, 100 gram oshqovoq yog'i, 100 gram sedana yog'i mana shularni qo'shib beriladi. Yana bu yerda rassarovsha, oshqovoq, achchiq bodom yog'i, sedana yog'i, xullas mana shunaqalar. Mana shu 5 xil yog' qo'shib berilamiz. 1 litr zaytun yog'i. Mana shuni ichsa juda ham katta natija bo'lyapti. Mana shu ham. O'tqoq, jigarlar zo'r yumshatadi. Mana bu yoqda endi olma sirkolari bor. Olma sirkosini allergiyasi bor odamlar iste'mol qilsa bo'ladi. Erta bilan kichkina qoshda bir qoshiq iste'mol qilib, orqasidan albatta asal yeyishlik shart bo'ladi. Asal yemasa sog'lig'i oshib ketib qoladi. Bu shot mana sirkolari. Va bu yerda endi mana pastda bu kistalxindi xilba degan giyohimizdan tayyorlangan dori. Bu befarzandlikda. Bunisi arab xurmosining gulchangidan tayyorlangan dori. Asalari muolaja jarayonimizda albatta mana shu kistalxindi xilba, arab xurmosining gulchangi, ayollarda tamponni ayollarga beramiz. Bu ikkala giyohni faqat er xotinga beriladi. Mana bu yuqorida grijani ajali degan giyohimiz mana shu yerda turibdi. Biz asalari chaqtirib muolaja qilish jarayonida asalari muolajasiga to'g'ri keladigan giyohlar beriladi. Hamma giyoh ham to'g'ri kela olmaydi. Shuning uchun to'g'ri keladigan giyohlarni qo'shib beriladi. Mana shu narsalar kimga shu asalari xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, Farg'ona viloyati Beshariq tumani musiqa san'at maktabi ro'parasida klinikamiz, Qo'qon shahrida ham filialimiz bor. Navoiy Masiv Oqtepa Lavashda orqasida. Telefon nomerlarimiz 599 890 567 35 57. Umurbek tabib salaring YouTube Telegram kanallarimiz bor.